foydali, g'amxo'r ukalarimizdan birlari. Kontentlar borasida faqat foyda. Inshaalloh 30 savol ekstra va biz boshlaymiz. Abdurahmon, tayyormisiz? Tayyorman. 3, 2, 1. Birinchi savol. Insonni kitob o'qishga o'zini qanday majbur qilsa bo'ladi? Bundan boshqa nimasi bo'ladi? Yo'li yo'qligini bilish kerak. Muvaffaqiyatga, yaxshi narsalarga erishish uchun bundan boshqa yo'l yo'q deb o'zini tasavvur qilish kerak. Eng ko'p kitob qayerda o'qiladi? Eng ko'p kitob Misr bo'lsa kerak. Yo'q. Mana shu bilan Qamoqxonada o'qilar ekan eng ko'p kitob. Davom etamiz. Uylaniboq, men bu baxtni his qildim, ammo kech edi. Bu ta'rifga qanday ta'rif berasiz? qolgan bo'ladi. Orqaga yo'l yopishib qolgan bo'ladi. Inson qattiq kuchanib tirishsa, nimalarni amalga oshirishi mumkin? Qatdan topadi. ChatGPT yozadi. Yo'q. Vallohi hech qanaqa ChatGPT ga biz ishimiz tushmaydi. Mana ChatGPT. Ko'p narsalarni yo'qotish mumkin. Qaysi xalq dam olishdan kelib ham yana dam oladi? Dam olishdan charchab ketdi. Hayotda erkak kishiga nima tekin? Ya'ni bepul. Sabr tekin. Faqat sabr tekin. Bo'ldi, davom etamiz. Siz kirgan birinchi fast food nomi? Adashmaylik. Mahallamda Islom aka degan odamlarni birinchi bizning mahallamizda o'sha lavash qiladigan joy ochganlar o'sha yerga kirganman. O'zbekiston haqida siz bilgan bitta fakt. Mustaqilligimiz Ko'p kitob o'qigan tinchroq yashaydimi yoki kam kitob o'qigan inson tinchroq yashaydimi? ko'p kitob o'qigan. Ko'p kitob o'qigan tinchroq yashaydi. Kam kitob o'qigan Gapirgisi kelmay qoladi o'sha ahvolni ko'rib. akangiz bilan bo'lgan eng qiziq voqea. Akamdan haligacha uyaladigan bitta ishim bor. Nima? Qiziq men uchun. Yangi mashina olgandilar. Birinchi mashinalar olganlar, Spark olganlar. Xo'p, Endi hammamiz o'sha mashinada mashina haydashni o'rganganmiz. O'sha mashinani urib olganman. ichki xotirjamlikka erishishning eng to'g'ri yo'li. Hamma narsani Allohga tashlab qo'yish kerak. Bo'ladigan ish bo'ladi. Peshonamizda bo'ladigan ish bo'ladi. U ham yomon bo'lsin, yaxshi bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar hammasi bo'lishi kerak bo'ladi. Qaysi tur uchun qayg'ursak, o'zimizni o'sha stressga boshqa qo'yamiz. Bema'ni kontent sohibalariga ma'nili gaplaringiz. Yaqinda ham aytdim buni. Hammamiz bir kun kelib tarixda qolamiz. Sizni ham bir kun eslashadi. Meni ham bir kun eslashadi. 100 yildan keyin falonchi mana kontent qilgan desa, Maza qilsa kerak o'zi. G'alati bo'lib qoladi o'sha payt. O'ylamay qildim deyish kimga yarashadi? Bilmas ekan. Qudalar so'zining ma'nosi. Dedi yaqinda ustozimizdan shu narsani so'radim. Dushmanlar deydi. Dushmanlar yo'q, qudalar menimcha qudalar. Men o'zi lug'aviy ma'nosi qudalar ruscha so'zdan olingan emas. Bizda endi Qudalar qayoqqa? ma'nosini aytasiz. Qayoqqa? Qayoqqa? Bizda qudalar deganda ko'pincha shu yomon personaj xayol keladi, bilmayman nimaga. Insonlarga burun nega berilgan va uni noto'g'ri ishlatsa oqibatlari haqida gapirib bersangiz. Ko'p balolar orttirib oladi o'ziga. Yo'q, o'zi burun nimaga berilgan? Nafas olish uchun berilgan. Siz uchun qaysi xato to'g'rilanmaydi? Qilib bo'lingan xato. Sizga ma'lum bo'lgan eng katta yolg'on bu? Men o'ylamasdan qilgandim degan gap keldi. Jumlani davom ettiring. Niyat, reja, maqsad. Natija Hozirgi qo'rqish hissi insonda kuzatuv kamerasidan ko'proqmi yoki Allohdan? kuzatuv kamerasidan kerak. Bu men o'zimni Shaxsiy tarafdan shaxsiy o'zimni pozitsiyamdan, o'zimda shunaqa bo'lib qolishidan qo'rqaman yoki shunaqa bo'lib qoladimi ba'zi payt shuncha javob berdim. Qaysi tarixiy siymoni ekranda gavdalantirgan bo'lardingiz? Alvido vatan degan kitob bor. Xo'p. O'sha kitobda A'zam Hoshimiy yozib qalamiga mansa o'shdagi qahramonni Kim u? Qahramonning ismi nima? A'zam Hoshimiy. A'zam Hoshimiy. Insondan kibrni chiqarishning eng zo'r yo'li? Bitta akamiz shu tavsiya beruvdilar. Tahoratxonalarni borib tozalashimiz kerak degandilar. Shu tavsiya men haligacha ko'nglimda qolib ketgan. Qilganmiz ham ba'zida haqiqatan ham odam haligi Rostdan ham sindiradimi? sindirar ekan haqiqatan. Zikrni siz his qilgan foydasi. Alloh bilan ahdlashish degan nima shu narsa-ki? Va'dalashishmi? Va'dalash. Xo'p. Alloh men mana shu narsani qilaman. Aha. Evaziga bo'lsa men bunaqa narsani qilaman. Masalan, ehson qilaman. Menga shuni bergin, men ehson qilaman degan narsa. Har doim men shu narsada guvoh bo'ldim. Alloh har doim va'dasida turadi. Biz va'damizda tursak bo'ldi. Insonlar qanday insonni maslahatiga quloq tutishlarini maslahat berasiz? Ahli ilmlar. Shun bola filmida sizga yoqqan jumla. Endi ba'zida aldab qo'yaman degan gapi, o'sha gapi qiziq bo'ldi. Do'stlik o'lchov birligi va uning narxi agar bo'lsa. Sadoqat degan. Siddiqlik to'shi. Narxi bormi yo'qmi? Narxi yo'q. Vaqti ham, puli ham bor do'stlar yig'ilishga, choyxonaga kelmasa, unga qanday jarima tashkil qilgan bo'lar edingiz? Bitta o'tirishdi. Yana o'tirish bilanmi? O'zi o'tirishiga yana o'tirish bilan. Chorasizlik siz uchun nima? Menda shunaqa o'zimda prinsip bor, iloji yo'q narsani o'zi yo'q deb. Shu chorasizlik. Chorasizlik deganda men uchun nisbiy deb tuyuladi bu. Iloji bor deydi.
hamma narsani. Tarixda qolish uchun nima qilgan bo'lar edingiz? Bir 100 yildan keyin eslashsa, shu odam yaxshi odam bo'lgandi. Yo, o'shaning uchun nima qilgan bo'lardingiz? Yaxshiroq ko'proq ishlar qilgan bo'lardim. Jamiyatga Jamiyatga, o'sha xalqimga. keyingi savol xuddi shu haqida. Jamiyatga keltirgan eng katta foydangiz nima? Maqtanish emas bu, umuman maqtanish emas. Tengdoshlarim qatorida ajralib turishga harakat qilaman. Yaxshi tomonlari. Chunki ko'p tengdoshlarim hozirda o'sha bloklarda ham, baynlarda ham ko'rishingiz mumkin. Kimga yaxshilik qilish o'rinli? Ota-onaga. Poraxo'rlikni oldini olish uchun bitta zo'r taklifingiz. Bilmas ekanman. Keyingi savol. O'tirgan joyingizda o'zingizni noqulay his qilsangiz, o'sha joydan qaysi bahona bilan turib chiqib ketasiz? Menga ruxsat. Menga ham ruxsat. 30-savol ekstriyada aysizlar bu. Sog' salomat bo'lasizlar va albatta hamkorimiz EOS tomonidan sizga ajoyib vaucherni taqdim etamiz. Hozir bemalol fast food deganingizga ham xayolimga keldi. Bu adashmasam bizda eng katta va eng birinchi, eng katta o'sha aka ham EOSga o'tib ketgan sizga birinchi lavash qilib bergan aka ham. Ishani. Asham EOS tishchisi hozir. Abdurahmon katta rahmat. Toqqa yaxshi yetib oling. Sog' bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Chiqinglar bir iftorlik qilamiz. O'tirolmanglar.